Leşimizi devamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Bugün Çislağ 2023 yıl 6. ayının 22. günü haftaga Perşembe. Endiki mavzu mundaq vatandaş. Devlet İşleri katibi Antony Blinken Cungoni ziyorat qilib g'alaba qildimi? Jungo Tashqi ishlar ministrligi 10 turli qizil chiziq chizib chiqdi. Mavzuli xabar 6 ayning 21 kun Vanvi tor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Bu xabarga diqqat qilish vatandoshim, men tungi so'zladim. Yarishari Vaqt gazeti istixborot xodimi, Yarishari Vaqt gazeti jasusi, O'rta Osiyo tarixi to'g'risida va Shinjang mustamlik Uyg'uriston zaminining o'zining tuprog'i ekanligi to'g'risida, hatto bugungi davlat qurgan Qozoq dalasining o'zining zamini territoriyasi ekanligi to'g'risida, O'zbekiston va shu doiradagi barliq O'rta Osiyo ellarining o'zining tarixdagi zamini ekanligi to'g'risida, bugün bu tuproqlarda davlat qurildi, ularning bayrog'i lapildab turibdi. Xitoy da'vatida bu zaminlar tarixdan biri bizning zaminimiz edi. Men sizlarga tunugun gumon qil, nemishqa bu xabarni ko'tarib chiqdi? Nadin topdi bu nazariyani? Yoki bu nazariyani yasab chiqib nima qilmoqchi? O'rta Osiyoga askar tartamdi. Men tunugun shundoq so'zlagan edim vatandoshim. Endi bunun neticesi nima ekan desangiz, bu qatimki ziyoratida Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungoda qaysi masalalar ustida Jungo rahbarlari bilan suhbatlashdi degan masalaga berib ketiladi ekan vatandosh. Navbatdagi leksiyamiz shuningga munosabatlik Uyg'ur vatandoshlarning diqqat qiladiganligiga ishonaman. Mavzu o'qib oldik. Yani Vrokvitey, Devlet İşleri katibi Antony Blinken Jungoni ziyorat qilib g'alaba qildimi? Jungo Tashqi ishlar ministrligi 10 turli qizil chiziq chizib chiqdi. Mavzuli xabar 6 ayning 21 kun Vanvi tor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar katibi Antony Blinkenning Beijing ziyorati to'g'risida to'xtalib nurg'unlagan matbuotlar Jungo Amerika munosabatining jiddiyligi mushu yerda to'xtab oz-to'la illishga boshlaydi deyishgan edi va shundoq ishongan edi. Lekin Jungo Tashqi ishlar ministrligi mehmon kutish mahkamasining mahkam boshlig'i Yang Tao tunugun 6 ayning 21 kuni Tayvan masalasi to'g'risida, demokratiya va kishilik huquq masalasi to'g'risida, Janubiy dengiz masalasi to'g'risida, Ukraina masalasi to'g'risida, Amerika Jungo dialogi va aloqa munosabatlarida tashqi dunyo matbuotlari ko'ngil bo'ladigan masalalar to'g'risida Jungoning 10 turli diplomatiyalik qizil chizig'ini sharhlab, Amerika Qo'shma Shtatlari bir Jungo siyosatining yadroliq mazmunini o'zgartirib etdi deb Amerika Qo'shma Shtatlarini aybladi. Jungo matbuoti markaziy televiziya stansiyasi bunday xabar qildi. Yang Tao bunday ko'rsatdi. Amerikaning bir Jungo siyosati aslida pokiz edi. Lekin keyin belgilangan iboralar bargan sari ko'payishga boshladi. Tayvan munosabatlari qonuni va 6 turli kapolatnoma qatorliq siyosatlar ilgari keyin bo'lib Amerikaning bir Jungo siyosatiga qo'shilishga boshladi. Amerikada hozir yana bir yuzlanish bor. Jungoning Tayvan masalasini tinch yo'l bilan hal qilishini bir Jungo siyosatining yadroliq masalasiga aylantirdi.
Bu xil atalmış tinch yo'l bilan hal qilish Amerikaning Jungoga bergan va'dasini qayta sharhlash va uningni ching turish emas, balki buni o'zgartirishdir. Yang Tao munda ko'rsatdi. Jungo taraf aloqa munosabatli bo'lishini chetga qoqmaydi. Lekin avval Amerika taraf hurmat qilishi, samimiy bo'lishi kerak. Yang Tao Amerikani tanqid qilib mundaq dedi. Amerika Janubiy dengiz talash tortishga qatnashishga tegishli davlat emas. Uning, ya'ni Amerikaning harbiy parxodlari erkin qatnash bahonasida Janubiy dengizda harbiy ishlar faoliyati qilyotdi. Amerika Jungo harbiy ishlarni almashtirish jihati to'xtalganda Yang Tao mundaq ko'rsatdi. Amerika avval yakka holda embargo qilishni amaldan qoldirish lozim. Tayvan masalasidan boshqa, Amerika Jungo harbiy ishlar to'qnashidan boshqa, mahkama boshlig'i Yang Tao Amerikaning Jungoga qaratgan xatardan xalos bo'lish siyosatini tanqidlab, o'zining ishini hal qila olmayli qolmasdan dunyoni bu ishga so'rab ko'ryotdi dedi. Amerikaning Jungoda tijorat qilayotgan shirkatlariga kelsak deb ko'rsatdi Yang Tao. Jungo taraf ishni davomli ochib yotadi. Lekin savdo tijorat qonun bo'yicha bo'lishi lozim. Ehtimol Jungo deyotgan bu qonun yaqinda josuslarga qarshi turish qonuni deb chet el shirkatlarini oqtirib, tintib, tekshirib yurayotgan Jungoning qonuni bo'lsa kerak vatandosh. Shu qonunga chet el shirkatlari bo'libmi, Amerikaning shirkatlari bo'ysunishi lozim deyotdi. Ko'rdingizmi haqoratni? Davlatning ichki ishlari to'g'risida men bu yerda qo'shib qo'yay. Yang Tao Jungo davlatining ichki ishlari to'g'risida, atalmish ichki ishlar to'g'risida Yang Tao mundaq ko'rsatdi. Xinjiangga, mustamlik Uyg'uristonga munosabatlik, Tibetga, mustamlik Tibetga munosabatlik, Hong Kongga, Hong Kong ma'muriyatiga munosabatlik, Jungoning jonijon manfaatlariga, tashqari dunyoning aralashishiga yo'l qo'yilmaydi. Siz shuni bilib oling, bu qatim Beijingda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Jungolikning oldiga qo'ygan masala mana shundaq masala, vatandosh. Demak, bu yerda bular nima deydi Yang Tao? Chet elning Jungoning ichki ishi aralashishiga ruxsat qilinmaydi. Shundaqla boshqa davlatlarning Jungocha demokratiya va Jungocha kishilik huquq to'g'risida uni buni deyishiga qarshi turamiz. Xalqaro ishlarda Yang Tao Jungo tarafning navbatdagi xalqaro tartibni qurg'uvchi va himoya qilguvchi davlat ekanligi, shuning uchun Rossiya Ukraina urushi masalasida Jungo taraf barliq urush to'xtatishga va tinchlik suhbatiga foydali bo'lgan tirishchanlikni qo'llaydi deb bildirdi. Yang Tao bevosita mundaq ko'rsatdi. Jungo o'zining usuli bo'yicha Rossiya Ukrainaga nasihat qilib, tinchlik suhbatini ilgari surdi. Jungoning qaysi tarafda turishiga har qanday davlat qarshi turolmaydi, dedi Jungo mehmon kutish mahkamasining boshlig'i Yang Tao.